Saidbek aka, rasmiy jihatdan faoliyatingiz haqida qisman aytdingiz. Ya'ni qaysi nuqtadan boshlab qayerga kelganingiz haqida. Rasmiy jihatdagi maqomingizni bildik bu yoqdagi. Endi boshqacharoq bir rakursdan qarasak, siz bir o'qituvchi sifatida va o'qituvchiga talabalar tarafidan qaralganda, o'zi singari hamkasblar tarafidan qaralganda yoki umuman millat tarafidan qaralganda bu yoqda begona yurtda, musofir yurtda O'zbekistondagi bir joydan kelib ishlayotgan o'qituvchiga nisbatan munosabatlar qanday? Bitta misol aytib beraman. Endi men O'zbekistonda uzun yillar o'qituvchilik qilmadim, lekin onam o'qituvchi. O'shaning uchun bizdagi o'qituvchilik jarayonini nisbatan bilaman. Keyin bu yerga kelib o'qituvchi bo'ldim. Bir kun endi ijarada uyda turamiz. Ijara uyda turadigan mintaqada turar joy aholisi bilan majlis bo'ldi. 10 ta bino bor. 10 ta binoni ichida har bittasida 10 tadan uy bo'lsa, har bitta uydan bittadan odam qatnashgan. Qariyb 100 ta odam bor endi. Majlis bo'lyapti. Qayerga daraxt ekamiz, qayerga mana shu ko'kadan zorlashtiramiz, qachon axlatlarni olamiz, qachon chiroqlarni qo'yamiz, yoqamiz, qachon o'chiramiz. Shunaqa oddiy narsalar edi. Ayni paytda bizni mana shu 10 ta uy aholisini o'zlarini bir majlis qiladigan joyi bo'lsin, o'zlarini to'y qiladigan bir joyi bo'lsin. Hamma shunga ma'lum miqdorda pul tiksin degan bir tortishuvlar bo'lyapti endi. Endi men mehmondek qatnashyapman, chunki birinchi marta bunaqa narsada qatnashishim. Chaqirishgan, qatnashyapman, bo'ldi endi tortishuvlar bo'ldi. Keyin oxirgi xulosa beriladigan payt. Men umuman gapirmadim, faqat eshityapman, xulosa qilyapman. Keyin bino mintaqa boshqaruvchisi to'xtanglar dedi. Bu narsa kelisha olmayapmiz. Ichimizda bitta o'qituvchi bor. Shu fikrini bildirsin eng muhimi dedi. Men kimdirga so'z bersa kerak dedim. O'tiribman. Saidbek domla, marhamat. Sizni kursiga chaqiramiz dedi. Shuncha yosh katta odamlar, ulug'lar, oqsoqollar o'tiribdi. Men ichida eng yoshiman. Chiqdim endi. Chiqib nima deyish bilmaysiz, chunki bunga tayyor emassiz. Ana shu joyda men bu o'qituvchi-ku, bu domla-ku, buni so'zi e'tiborliroq bo'ladi degan narsani his qildim. Boshqacha g'urur bo'ldi o'zimda tanlagan kasbim sababli. Yoki davlat idoralariga boramiz birorta ish bilan. Endi el qatori muomala bo'ladi. Keyin nima ish qilasiz deganda men o'qituvchilik qilamiz. Ha, shunaqami? Domlaga choy aytinglar. Domla, biror narsa yedingizmi? Qorningiz qanaqa? Bizni bu yerlarni qanday ko'rdingiz? Yoqdimi? Safran bo'limiz, Qarabukimiz yoqdimi? Qanaqa baholaysiz? O'z-o'zidan odamda bir tanlagan ishiga ko'ra g'ururlanish paydo bo'ladi. Shuning uchun bizda ustozga berilgan, jamiyat tomonidan berilgan bahoni va qiymatni yana bir so'roq ostiga olishimiz kerak.